2018-yil 18-iyul kuni Molly yugurishga otlandi. Bruklinda u yigiti Dalton Jek bilan birga yashardi. Ularga boshpana esa Jekning akasining uyi. O'sha kuni kechqurun u uyda yolg'iz edi. Uning yigiti ish yuzasidan Bruklindan 210 kilometr uzoqlikdagi boshqa shaharga ketgandi. Molly unga Snapchat orqali surat yuborib, taxminan kechki soat 19:30 da yugurishga chiqib ketadi. Ertasi kuni Molly ishga chiqishi kerak edi, ammo u ishda ko'rinmadi. Bu uning qarindoshlari va yigitini jiddiy tashvishga soldi. Ularning barchasi qizning o'ta mas'uliyatli ekanini va ogohlantirmasdan hech qachon ishni qoldirmasligini bilishardi. Bundan tashqari u qo'ng'iroqlar va xabarlarga ham javob bermayotgandi. Oxir-oqibat ota-onasi politsiyaga murojaat qilishga qaror qildi va politsiya Mollyni qidirishga kirishdi. Dastlabki kunlardanoq bu ish butun amerikaliklar diqqat-e'tiborini torta boshladi. Bruklin aholisiga kelsak, ular uchun yosh qizning yo'qolishi haqiqiy zarba bo'ldi. Bu kichik shaharchada ilgari hech qachon bunday voqea sodir bo'lmagan.